Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ahli barchangizga xayrli kech. Sog'misizlar, omonmisizlar, salomatmisizlar? Tanijoninglar sog'mi, omonmi? Musofirda yurgan yaqinlarim sizlarga ham assalomu alaykum. Hamisha Allohim panohida bo'linglar. Hurmatli YouTube ahli, hurmatli yaqinlarim. Bilasizlarmi, kecha Otabek Hamidov bilan birgalikda efir qilganimiz va yonma-yon turib bir-birimizga fikr almashganlarimiz hamda men haqiqatda gapirganim qaysidir bir ayrim bir ismini tilga olsangiz ham olsangiz harom bo'ladigan insonlar ga judayam ta'sir qilibdi va judayam o't bo'lib yonibdi va kechki paytgi efirlarini ko'rdim hamda kulib tomosha qildim. Gapni ochig'i kulib tomosha qildim. Temir Tersak, sen Tojikiston fuqarosi, Tojikiston Regar Tursunzoda fuqarosi. O'zbekistonda meni yurishim, turishim senga nima qizig'i bor? Endi yana bir narsaga kelsak. Sen aytyapsanki, Otabek Hamidov seni bironta joyga kafega, yonlaringda kafe bor ekan, kafega olib kirgani sen bilan zapadlo bo'pti-da, deyapsan. Ko'rdingmi? Shu yerda ham sen o'zingni kimligingni bildirib qo'yyapsan. Birinchidan, iftor paytga hali 2 soat bor edi. Ikkinchidan, ochiq havo va tashqarida bemalolchilik, chap tomoningga qarasang ichki ishlar, yonida prokuratura, o'ng tomonida bo'lsa hokimiyat binosi, orqamizda bo'lsa jinoyat sudi hamda soliq tashkilot nimalari bor edi. Yon atrofimiz xullas va yonboshimizda yana nimalarimiz bor, tog'alarimiz bor. Biz barcha nimalarni o'rtasida efir qildik. Biz senga o'xshab bunkerda o'tirib olib, efir qilib, O'zbekistonimizni fuqarolarini bir-biriga gijlab, ikki tomonlama qilib, ajratib, uni unga urishtirib, bunga urishtirib, o'rtaga rahnachilik solayotganimiz yo'q va men solayotganim yo'q. Alhamdulillah, O'zbekistonda tug'ilganligimdan va tinch, totuv shu yurtimda mustaqil O'zbekistonda tug'ilganligimdan va tinch totuv O'zbekistonda yashayotganimdan va qizim bilan birgalikda tinch totuv qattiq non suv ichsakda judayam xursand yashayapmiz. Alhamdulillah, Robbimga hamd va sanolar bo'lsin. Judayam tinch. Mana odamlar u joylarni orzu qilyapti, bu joylarni orzu qilyapti va vaholanki ana shu orzu qilgan joylar nimalar bo'lyapti? Kerak bo'lsa qancha odamlarimiz kelishga, O'zbekistonimizni qadriga yetmaganiga qanchasi o'zini o'zi koyiyotganlarga o'z qulog'imiz bilan va o'z ko'zimiz bilan guvohi bo'ldik. Sen bo'lsa uyatlarga olib kirmabdi, o joylarga borgani qo'rqishasanda yoki qo'rqasanda Irusha Taxallusosdagi Nilufar Siddiqova. Men kimdan qo'rqaman? Men kimgaki yomonlik qilibmanki qo'rqaman? Senga o'xshab begunoh farzandlarni, norasida farzandlarni so'kkanim yo'q. Senga o'xshab gijgijlaganim yo'q. Senga o'xshab bunkerga kirib olib tuhmatlar qilganim yo'q. Qanday tuhmat? Ya'ni bekordan bekorga bir narsalarga chiqarib qo'yyapsan. Yana bir marta aytaman. Temurda atrofidagi meni qo'ying, asakali masu, u asakaga noloyiq ayol deydigan ayrim qo'sh tirnoqdagi erkak sifatlar eshitish meni. Men Allohga shukr Asakada yashayman va Asakada yashayotganligimdan faxrlanaman. Nimaga? Chunki bizni juda ham ko'pchilik biladi, bizni Asaka tumanimiz xalqi mehmondo'st. Yot begona uyingga yomonlik bilan kelsa-da, uyingga kirib bir piyola choyini berib, yaxshi gapirib, o'tirib, shu urushgani kelgan odam ham voy deydi, binoyida ayol ekansiz yo binoyida inson ekansizlar, uzr, men sizlarni manaqa eshituvdim deb turib, uzrini so'rab chiqib ketadi. Endi yana nimaga keladigan Bamjara deyapsan. Bamjara bilan Bomijni farqiga borasanmi? Vatan gadodi farqiga borasanmi? Men O'zbekistonimdaman. Hujjat bilan muhrlangan, pechatda muhrlangan xonadonimda istiqomat qilaman. Kecha ovozinglaring hammasi yetib kelgan, bor, asha yonidagilar ham kerak, tegishli joylariga topshirib qo'ydim.
Nima deyapsan? Akasini uyida yashaydi. Allohga shukr, uyim bor ekan, yashayapman. Akamni uyida bo'lsa ham yashayapman ekan. Sen qayerda yashayapsan? Xotiningni uyida ichkuyov bo'lib yashayapsanmi? Itkuyov bo'lib yashayapsanmi? Sen erkak. Men ayol bo'lib, akam Xudoga shukr joy ajratib bergan ekan, merosxo'r ekanman, berdi va yashayapman shu yerda. Xudoga shukr, meni hech kim bu xonadondan chiqib keting yo boshqa qiling degan joyi yo'q. To'g'rimi? Demaydi ham. Nimaga? Chunki men otam rahmatlikni chirog'ini yoqib o'tiribman. Yoqib o'tiribman. Har kuni durud salovatlar aytyapman otam rahmatliga va o'tganlariga. Shu xonadondan jamiki yer egalari, suv egalariga. Sen nima qilyapsan? Kecha Everini ko'rdim boshini. Endi boshlading, samolyot uchsa o'rningdan turib qaltirayapsan. Sen qaltirayapti. Erkaksan sen. Men ayolman. Boshga tushganni ko'z ko'radi deyman. Sen men g'ij-g'ijla, boshqa qil. Yo'q. Men shu O'zbekistonning fuqarosiman. Shu O'zbekistonning bitta onasiman. Sen men g'ij-g'ijla kimlargadir. Yo'q, ular meni tushunadi. Sen g'ij-g'ijlayotgan insonlar meni bittasi akam, bittasi tog'am, bittasi ukam. Qanday? Qondosh bo'lmasak ham, tug'ishmagan bo'lsak ham, shu yurtda shu O'zbekistonimizni o'g'lonlari. Meni bittasi akam, bittasi ukam, bittasi tog'am. Qalay tushunding? Seni qaysi tayinliging joying bor? Ayt, xo'p, men akam uyida meni uyim tayin ekan. Seni uying qayerda tayin? Hattoki eshitdim, onang seni ijarada ekan. Meni onamni sen ijarada deding. Vaholanki men isbotlari bilan, dalil isbotlari bilan qilib qo'yganman. Hamma biladi. Sumalaklar qildim uyimda. Odam gavjum bo'ldi. Ehsonlar qildim uyimda. Odam gavjum bo'ldi. Hamma sendan bezor deding. Vaholanki hokimiyatda ham sen oynalarini sindirib xarajat so'rabsan deyapsan. Endi mana shu xarajat degan joyga stop deymizda gapni davom etkazamiz. Endi qarab turinglar. Men agar hokimiyatga borib oynalarini sindirsam, u yer hokimiyat davlat joyi u. Men davlatni narsasini sindiradigan bo'lsam, men surov ko'rgan qizman. Surov ko'rgan qizman. Sen bir sutka ham ko'rmagansan. Men ko'rganman, lekin shunda ham kallam bor. Men borib itimga or, mishig'imga nomus borib olib janjal qilish uyatga. Meni hokimiyatdagilar juda hurmat qiladi. Nafaqat hokimiyatdagilar, Asaka tumanining tashkilot rahbarlari hammasi hurmat qiladi. Allohga shukr. Nimaga? Men ham mana YouTube kanalim bor. Ko'p narsalarini ko'pchilikdan bilaman. Ko'zimni yumib o'tib ketaman. Haq deyman. Nimaga? Bitta deb qo'ysa, ashlarni ichini og'ritsam, shunday duoibot qilib yorsa, menga emas, norasida go'dagimga uradi. Shuning uchun xohlamayman. Men boriga shukr qilaman. Xoh ishoninglar, xoh ishonmanglar. Hurmatli YouTube ahli, bu narsani uyatli joyi yo'q. Men birovni norozi qilib olmayapman bu narsani. Allohim shu insonni meni uyimga yuboribdi va shu rizqni oldim. Men shu rizqni oldim. Men uyda o'tirdim, 2-3 marotaba shu roza ichib kelyapman. Men boshqa singlim uchun so'rayapman. Uni ko'pchilik ko'rdi. Boshqa singlim uchun yaxshi bir insonlardan so'rayapman. Ular chiroyli qilib xarajatlarni olib beryapti. Menga bo'lsa, menda o'zimda ham yo'q u narsa, lekin mendan so'rayapti. Значит, men unga yordam berishim kerak. Meni uyimda yo'q narsani u so'rayapti, men unaqa qilmayapman, beryapman. Ash qizga yordam berdiryapman. O'zimga ham olsam bo'ladi. Lekin ertasi kuni kelib shunday Xudoyim shunday naqa qilib qo'ydi-da, berdi. Sen bamjara deysan. Bamjara qanaqa bo'lishini sen oynaga qarab ko'r. O uylarim katta, manaqa. U seni uying emas u. Haytaliyev Ulug'bek Ramazon o'g'liga tegishli pechatlari bor uy emas. U seni uying emas. U seni xotiningning onasi rahmatlining uyi. U seni uying emas. Rosa meni yomon ko'rsatmoqchi bo'lding. Yoshligimdan malolatkadan ko'tarilganman. Bo'lgan. U proshli. Eski paytda bo'lgan. 2026-yili 9-mart holatigacha keltirib ber meni bironta kasagimni.
Keltirib ber. Kim ichini og'ritibman yoki qaysi ko'chada tilamchilik qilib yuribman? Qaysi joyda fohishalik qilib yuribman? Astag'firulloh. Ya'ni zino qilib yuribman. Menga shu narsani keltirib bera olasanmi, temir tersak? Ha? Keltirib bera olasanmi? Yo'q, ha, so'kinganman, hali bir parcha palondaqa bor deb islom meni achchig'imga tekkanda, islom bilan urushganman. Uni hamma joyda tan olaman. 2 yil oldin ro'molni chugib olib, Botir Qodirov bilan bunday podrashka qilib tushganini anaqa qilib chiqarib qo'yibsizlar so'kinganini. Ha, 2 yil oldin uni judayam qattiq, juda og'izda turmaydigan gaplar bilan judayam, lekin YouTube olamida bo'lsa, bunaqa qilib men so'kina olmanda, so'kishim mumkin, palonchi po'kinchi deb so'kinishim mumkin, lekin unaqa qilib so'kina olmayman. Nimaga? Bitta sen temir tersak tasqara sen ko'rishing mumkin. Bo'pti, endi senga bo'laveradi. Seni bir bo'lib ketgan. Lekin zo'r onalarim ko'radi. Zo'r aka, ukalarim, zo'r onaxonlar, singilxonlarim ko'radi va kommentariy. Sen o'zingni 100 mingta prosmotringni kommentariyasini ko'rganda 2 mingta meni prosmotrimni kommentariyasini ko'r. Meniki nakrutka emas, chista prosmotr. Seniki prosmotring nakrutka, lekin meniki chista. Lekin har bitta lak bilan har bitta anaqasini ko'r. Tekshirib chiq. Vaqting bo'lsa agar viskini qo'yib ko'rib o'tirib, ovora bo'lma, temir tersak, meni sen sindira olmaysan. Allohim, Robbim meni hamisha qo'llab-quvvatlaydi. Ha, men Irushani so'kdim, ya'ni Nilufar Sidikovani so'kdim. Ha, endi u chiqmaydi. Yo'q. Hech qachon. Sen onalarni so'kding, men chiqdim. Men YouTube qiroliman. Yana qayta aytaman. Men bilan YouTube qirolisan? Kimga qaysi paytda yaxshilik qilding? Xo'p, men ayol kishi bo'lsam ham bu minnat qilish emas. Minnatga kirib qolmasin, lekin aytib o'taman. Men biladi, juda ko'pchilik meni kuzatadi. So'rashadi. Bu joyda manaqa ekan, manaqa bormi, mana qilib bering, mana qildirib bering desa, menga qilib bering demaydi, qildirib bering, yordam bering desa, falonchi aka, pistonchi aka deb telefon qilaman, albatta xo'p bo'ladi deydi. Hech qachon yo'q demaydi. Barcha Asaka tumani tashkilot rahbarlari barchasi yordam beradi. O'zlarini yo'naltirib qo'yaman. Shu so'ragan odamni telefon nomeriga o'ziga berib qo'yaman. Mana u nomer qildi yoki mana u kartasi o'ziniki mana shu nomeriga chiqadi deb berib qo'yaman. Mana shu nomer berib qo'yaman. Ayol kishini so'kkaning uchun men chiqib gapiraman tikka. Men yana qayta aytaman. Ey Farg'onali, Furqat tumanidagi akalarim, opalarim, singillarim va yana ichki ishlarda qarindosh urug'lari, Farg'ona viloyati Furqat tumanidagi ichki ishlarda qarindoshlari, meni to'g'ri tushuninglar, meni ishim yo'q sizlar bilan. Qamalsa ham, qamalmasa ham, boshqa ham, lekin qamoqdan chiqishini xohlayman men. Nimaga? Go'daylari, norasida go'daylari uchun chiqishini xohlayman. Bir soat ham unaqa qilmayman, ravo ko'rmayman. Yana qayta aytaman. Men sizlar uchun chiqmadim. Tarafkash bo'lib chiqmadim. Men neytral ayolman. Onalarni so'kib yorgani uchun ko'pchilik ayrim erkak ismli erkak zodalar like bosib, qo'llab-quvvatlab Timur nomer 1 deb sizlar po'palab yorganinglar uchun meni vijdonim qabul qilmadi. Ayolni ha deb ayolni yomon ayolni deysizlar. To'g'ri, osi temgan bandamiz, adashmagan bandani o'zi yo'q. Mayli, hukmini avvalo Allohga qo'yib qo'yinglar, qolaversa sud tizimlariga qo'yib qo'yinglar. Baribir ayol kishi. Shu anaqada shu gapimni davomida va oxirlab ham qoldi, 15 minut bo'lib qopti. Bir she'r tashlash bergan edi menga, 2 oy oldin. Uni o'zim og'zaki qilib nima qilgan edim. Audio zapis qilgandim, lekin hozir men sizlarga imkon qadar duduqlamasdan o'qib berishga harakat qilaman, to'g'risi. Nimaman, lekin men mayli. Taralmaydi rayfon ifori, gul o'smaydi gulsiz ifori. Xazon bo'lar erkak bahori, agar uyda ayol bo'lmasa. Tatimaydi yegan noningiz, el ichida yo'qdir sha'ningiz. Kimga kerak issiq joningiz?
agar uyda ayol bo'lmasa, kulib boqmas tunlari oy ham. Yostiq boshga botarkan biram, nega buncha g'am ustiga g'am? Agar uyda ayol bo'lmasa, armonlarni ichga yutarsiz, zor entikib zimdan kutarsiz, baxt neligini bilmay o'tarsiz, agar uyda ayol bo'lmasa. Bolasiz uy mozor deydilar. Ota onang bozor deydilar. Bor dunyoying bekor deydilar. Agar uyda ayol bo'lmasa, kunduz quyosh, tunda oy kular. Xotini bor elda el boy bo'lar. So'qqa boshning holi voy bo'lar. Agar uyda ayol bo'lmasa, bir kun sochga oq ham oralar. Qaddingiz ham bir kun egilar. Xasta qo'liga asolar tutar. Agar uyda ayol bo'lmasa, hurmatli akalarim, hurmatli ukalarim, hurmatli o'zini erkakman degan mard erkaklarim, ayollarimizni ehtiyot qilaylik. Nima bo'lgan taqdirda ham ayollarimizni ehtiyot qilaylik. Ayol nozik bo'ladi. To'g'rimi? Hozircha shunaqa gaplarim, Xudo xohlasa Instagramim bor, Sidikova 13-19 yoki Sidikova Nilufar desanglar chiqadi. Podpisatsiya bo'lib bo'lsanglar, Xudo xohlasa shu Instagramda ham yurgizib, Xudo xohlasa shu nimalarni qo'yishga harakat qilaman. Yangiliklarni qo'yishga harakat qilaman. Lekin men so'kinmaslikka va chiroyli og'zimni shalaq qilmasdan o'zimni fikrimni bildirishga qaror qildim. Chunki juda ham ko'pchilik, ko'p opalarim so'kinmang boshqa dedi. Keyin aka-ukalarim ham so'kinmang deyishdi shuning uchun. Lekin Temir Tojikiston fuqarosi. Sen onalarni so'kishingga yo'l qo'ymayman. Sen qancha onalarni so'kasan, men shunchalik sen bilan urushaveraman va qaytmayman. Bilasanmi nimaga? Sen qachon batareyka demaysan, ashundan qilaman. Lekin esingdan chiqmasin. Ko'za kunda emas, kunida sinadi. Esingdan chiqmasin. Ko'za kunda emas, kunida sinadi. Sen aliginaqa qilib bir pastalingda qali qilib qo'yyapsan-da, o'zingni aliginaqiliging bilan, sigarliging bilan Iroda Gulirano tomon yo'q, men Gulirano tomon emasman. Hattoki Gulirano bilan bir marta gaplashgan ayol emasman. Bir marta gaplashmaganman, men gaplashmaganman Gulirano bilan. Hattoki Gulirano bilan yuzma-yuz ham ko'rishmaganman. Men faqat shu internetda, ijtimoiy tarmoqlar orqali kuzatganman-da. Kuzataman ham. 9 kecha ham jonli efirini kuzatdim. Va ikkala tomonni unaqa qilib boryapman doim. To'g'ri, men uni ikkala tomonni ko'rib borib boshqa qilib men fikrimni anaqa qilmayman, chunki fikr bildiradiganlar va anaqa ko'radiganlar bor. Hozircha shunaqa gaplarim, Xudo xohlasa yana